Assalomu alaykum azizlar. Bugungi obzorimizda Tigo 9 Pro gibrid varianti. Boshidan aytib o'tish kerak, mana shu mashinamizdan boshlab Chery'ni hamma heyterlari, Chery mashina qilishni bilmaydi deydigan odamlar hammasi uchun nima desam bo'ladi, yangi era boshlanadi. Bu mashinamiz gibrid, batareykasi o'sha BYD texnologiyasi bor. Hozir yangi bilasizlar, Blade degan. Buni o'zini KH degan razrabotkasi bor, ya'ni litiy fosfat ionli batareykasi bo'ladi. Bu eng последний pokoleniya batareykalardan bo'ladi. Ya'ni mashina batareykasi tekshiradigan bo'lsa, yonib ketmaydi, batareyka kuyib ketmaydi, zaryadini zo'r ushlaydi. Zapas xodi o'shaning uchun ham 1400 kilometr, 2 tonna 700 vesiga. Ikkita elektromotor bilan jihozlangan va bitta 1,5 turbina motor bilan jihozlangan. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, 540 ta ot kuchi bor mana shu mashinamizda. Kelinglar. Mashina Tigo 8 ni продолженияsi desak bo'ladi. Ya'ni mashinamiz 7 ta o'rindiqli, 5 ta o'rindiqli emas, 7 ta o'rindiqli. Yengillik kiritgan Chery birinchi o'rinda batareykalarni aytib o'tdim. Ikkinchi o'rinda bu ruchkalarimiz уже выезжающий bo'ladi. Ya'ni oddiy ruchka emas, выезжающий ruchka bo'ladi. Yurganda kirib ketadi. Endi hamma biladi bu narsani уже. Salonimizning rangi Tigo 8 ni gibrid varianti bilan rangi bir xil, lekin faqat rangini o'zi bilan nima desam bo'ladi, bir xilliklari tugaydi. Nega desangiz, bu mashina luxury bo'lib chiqqan, polnoценный o'zini segmentida konkurensiya bo'lishi uchun Chery ancha ko'p razrabotka narsa bu mashinaga kirgizgan. Xo'p, kelinglar, birinchi o'rinda ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda mana bu sidenkani regulirovkalari полностью eshikka o'tgan. Regulirovkalarimiz oldiga, orqaga, tepaga, pastga, отдельно pastini regulirovka qilsa bo'ladi. Keyin 4 ta stiklopodъемник. Endi buni aytib o'tmayman. 4 tasi ham avtomatik eshigimizni qalinligiga qarash kerak. Eshigimiz qalinligi bilmadim, 40 sm bo'lsa kerak, ancha og'ir. Bor gap, Chery uchun bu narsa yangilik, Chery uchun ancha boshqacha mashina. Mashinaning shumkasi bor. Shumkasi 60% eshiklarida, tomida ham shumkasi bor. Kapot, krilo hammasi shumka bo'lgan. Xo'p, endi kelinglar. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, salonida birinchi narsa senlarda ko'zlaringga uradigan narsa bu mana bu kichkina displeycha. Bu nima deb aytsanglar bo'ladi? Bu narsa face control. Ya'ni uxlab qoladigan bo'lsangiz, yo'lda boshqa narsa qilib qoladigan bo'lsangiz, mashina o'zi avtomatik shu narsani bilib, yo'lda chetiga olib, avariykalarni yoqib, o'zi to'xtab beradi. Bu nima degani? Bekordan bekor Chery o'sha безопасность bo'yicha 5 ta yulduz olmayapti har yili. Bu yili ham qiziqsanglar bo'ladi. Testlar o'tdi Xitoyda, 5 ta yulduz oldi. 5 tadan 5 ta yulduz oldi Chery Tigo 8 Pro gibridi безопасность bo'yicha. Xo'p, keyingi etapimizga keladigan bo'lsak, monitorimiz katta, полноценный 16 dyuymli monitor bo'lgan. Xo'p, klimat kontrol deysizlarmi? Massaj, abduv, podogrev hammasi bor. Massaj ikkita oldi o'rindiqda, abduv, podogrevlar 4 ta o'rindiqda ham mavjud. Xo'p. Endi mashinamizni orqa qismiga o'tamiz. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, xo'p. Birinchi ko'zlaringizga uradigan narsa bu bilganlar biladi deydi-yu. Mana bunaqa narsacha. Очень приятный narsa bu. O'zini zavoddan oynalari tonirovkada chiqadi. O'shaning uchun bitta mana shu shtorkasini o'zi ko'p odamga orqasini tonirovka qilmaslikka yordam beradi. Xo'p, keyin уже Tigo 9 ga kelganimizda mana sidenkani regulirovkalari полностью mana bu yerga o'tgan. Ya'ni oldi orqaga hammasiga mana shu yerda o'zidan regulirovka qilsa bo'ladi. Xo'p. Keyingi narsa mana o'tiryapman orqasiga. Orqasida joy
orqasida joy ancha ko'p. Hozir oldida men bo'yim 1.9, oldida mana o'zim sidenkani oxirigacha tashab, mana orqasiga o'tirdim. Oldida joy yo'q уже, polni tashaganman. Oxirigacha turgan holati bu. Xo'p, keyin sentralniy bari bor, hamisha sentralniy bari bor. Sentralniy barida ancha nima desam bo'ladi, bir prikolniy narsachasi bor. Mana pastakanchiklari mana bunday qilib chiqadi. Keyin tiqib qo'ysanglar bo'ladi, yana qaytarib joyiga. Xo'p, mana bu yerda sentralniy shaxtamizda abduf управление, подогрев hammasi bor. Mana shu yerda o'zidan o'tirib regulirovka qilasizlar. Xo'p, keyingi joyiga o'tamiz. Bu bagaj. Hammani O'zbekistonda bagaj qiziqtiradi, men bilaman. Bu mashinamiz 7 ta o'rindiqli. Shuning uchun hozir mana bagajini ochib ko'rsatamiz. Bagaj endi hamisha knopkada bo'ladi. Bu chunki havoal emas. Xo'p, kelinglar. O'zini zaryadkasi chiqadi zavoddan. Zaryadkasi o'zini kontrolleri bilan bo'ladi. Ya'ni bu bezopasniyroq hisoblanadi. Xo'p, keyingi narsa mana bu yog'ini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda ikkinchi ryadda regulirovkalari bor. Ya'ni skladovaniyasini ham, orqaga qaytarishlarini ham mana shu yerda o'zidan qilsanglar bo'ladi. Xo'p, mana bu qator ham yotadi. Bu narsa ham привычный, mana hamma uchun bu qator ham yotadi oldiga. Narigi qatorda ham yot qilsanglar 2300 bo'ladi litrda объем. Xo'p, keyin bu yerda yana nima bor? Svetimiz bor, zaryadkamiz bor. Mana bu yerda o'zini Chery'ni stilida mana bu yerda krючочклari ham bor narsa ilishga. Ya'ni orqasi bir qanaqadir zo'r yangiligi yo'q. Ancha komfortli, katta bagaj. Bemalol oilaviy yursanglar ham bo'ladi, narsa bemalol olib tashlasangiz ham bo'ladi. Xo'p, oxirida nima aytib o'tamiz? Cherry Sampidan obzor qilyapmiz. Dilerskiy sentrimiz har kuni ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha ishlaymiz. Выходной, bayram kuni deydigan narsa bizda yo'q. Har kuni kelasizlar. Mana shu mashinamiz bor. Kelib, ko'rib, o'zlaringiz ko'rib, ko'zingiz bilan o'zingiz bitta xulosaga kelib, o'zingizni мнениеңiz bilan Cherry haqida bitta xulosa qoldirasiz. Xo'p, oxirida yana bitta aytib o'tadigan narsam, bu mashina nega boshida aytib o'tdim, boshqa dunyo deganim, bu mashinamizda ot kuchi 540 ta va 504 sekundda 100 ga chiqadi. Katta 7 ta o'rindiqli bo'lganidan qat'iy nazar. O'shaning uchun hammanglarni taklif qilaman, kelinglar, tezroq qilinglar, mashinamizni narxini, boshqasini hammasini surishtiringlar. Рассрочка deysizlarmi, kredit deysizlarmi, naqd deysizlarmi, skidka deysizlarmi, hammasi mavjud. Mashinamiz Cherry Sampida turibdi.